Damla aytсаң, кусту жараларга, баягы угри бетине чыккан нерселерге, анан сепки жана башка нерселерге, мисалы адамдардын кыжырын кайнатып турган мисалы жаралар чыгып кетет го кээде ошондой жерлерге. Ошондорду колдонсо болобу? Bu qustul hindi albatta buni odamda badaniga toshgan, siz aytganda shunaqa toshmalarga, masalan qichishkak bo'ladi, shunga o'xshagan narsalarga albatta ishlatib buni foydalansa bo'ladi. Buni foydalanish tartibi bu qusti mana ko'rinib turibdi, bu hozir parashok, ya'ni maydalangan holatda bo'lgan bo'lsa, bu nima sababdan, agar masalan yara chiqqan odam yoki badanida shunaqa bir qichishqa ketmayotgan odam albatta doktorga murojaat qiladi. Masalan doktor mazam beradi, bo'lmasa bir dori qo'l, ular uni ham sababini qilishadi, uni ham qilinadi, uni qilish kerak. Endi mana shu narsada ko'p odamlar shu narsadan yaxshi bo'lmayotganligini, bo'lmasa shu narsa balki kuchayib ketganligini aytib ham kelishdi. Bu masalan ruqiya sohasida jin to'ralik, shu jin odamning badaniga har xil ta'sir qiladi. Mana shu yara shu jindan bo'lishi ham mumkin. Biz buni 100 ga 100 jin demaymiz, lekin tajribadan shunaqa bir holatlardan kelib chiqqan narsa, mana shu bu jin et bilan go'sht orasida yurganligi uchun odamning badaniga har xil ta'sir qiladi bular. Mana shu yara shundan bo'lishi ham mumkin. Buni endi Allohning izni bilan payg'ambarimiz hadisiga ishongan holatda bu ham bir sababchi. Natija albatta Allohdan dam solingan zaytun yog'iga mana shu masalan shu bir xalta qustni piyalaga soldida, mana shu qust loy holatiga, ya'ni ozgina suyuq emas, qo'yiq emas, o'rta holatga kelguncha zaytundan quyib shu narsa aralashtiriladi. Bismillahdan quyiladi, bu to'kiladi, aralashtiriladi. Haligi badanga qo'ysa aqib ketmaydigan darajada shu narsa piyala holatda shunga loy holatga keladi. Keyin shuni olib shu yaraga qo'yib kechasi shu narsani bog'lab shuni iste'mol qilsa bo'ladi. Ya'ni shuni bog'lagandan keyin ertamangacha, ya'ni ertaman aralashtiriladi bu narsa. Ertaman olinadi, ya'ni kechki mahal shu narsani shu yaraga qo'yib shuni qo'yadigan bo'lsa, inshaalloh 3 kun, 4 kunda bu narsani foydasi bilinadi. Shu holatda bir yosh bolani, ya'ni yoshroq bola olib kelinganda yarasi qatib, ana shu o'rnida iljirab turgan yara, bashmoni biz aytgan narsani qilgandan keyin yarasi qatib, shu narsa sekin-sekin to'kilishga, qurib shu narsa tushligini inshaalloh guvohi bo'ldik. Alhamdulillah, tajribadan o'tgan holat va mana bu sohada o'zimizning tabiblarimiz ham bu narsani tavsiya qiladigan narsasi shu. Ya'ni kompress qilingan holatda yaraga bog'lab shu narsani ishlatsa bo'ladi inshaalloh.